Zo'r bo'libdi. Yo'q, kirmaysizmi do'stim? Hozir, mana shuni chakib oling. Qani bolalar besparmoqdan olamiz. Abdulaziz qamoqdan chiqqani yaxshi bo'libdi, shu lekin bir burda bo'lib qopti-da. Lekin shuncha o'tirganiga yarasha tavba qilgan bo'lsa bo'ldi. Abdulazizni so'lamanglar, bugun quvonchli kun. Besparmoqdan olindi. Bolalar, sizlarni ko'rib xursand bo'ldim-da. Borlaringga shukr. Bugun chiqqanim uchun o'tirish mendan. Axshasini o'zim to'layman. Do'stim, shu sanxfobingdan bo'lsa, qimizdan ham qo'yib bir ichaylik. Do'stim, qo'yningga olmaginu, qamalib chiqding. Insof bergan rostmisan? Tushunmadim o'rtoq, g'alati emasmi? Nima deganing bu? O'rtoq, qamoqdan chiqding, kelib bag'rimga bosib bir tamqilab qo'y. Aytsan shu. Bola hozir bir minut. Oshdan tushib qolganman-da. Do'stim, men pul sanaki emasmi, tushib qoldi. Ya meniki qo'y. Qaydan oldin? Do'stim, dushmanni ichingdan qidir. Chunki sen haqingda ichingdagilar yaxshi biladi. O'zi to'g'ri aytgan ekan. Iting do'st bo'lsa bo'lsin qo'y, biroq do'stlaring it bo'lmasin.